10 savolimizni demak bizga bitta kub beryapti. Va uni nima kubmas parallel kubet beryapti. Bizga nimalarni toping deyapti? Barcha qirralari uzunliklari yig'indisini toping deyapti. To'g'rimi? Xo'p, demak, bir tomonini necha santimetr deyapti so'raymi? 5 Masalan, mana shu tomonni 5 cm dedik. Yana bitta tomonni qancha deyapti? Xo'p, mana 2 cm bu tomon bo'lsa, bu yoqni bu tomonimiz 13 cm. Endi bizda savol bo'lyapti. Mana shu parallelogramning barcha qirralari yig'indisini nimada toping deyapti? Santimetrlarda toping deyapti. Xo'p, demak, avval santimetrga aylantirsak, 2 cm qancha bo'ladi? Mana yoqda 20 cm bo'ladi. 5 cm qancha bo'ladi? 50 cm bo'lar ekan. Mana bu 13 cm-chi? O'z holiga qoladi. Demak, bu yerda qirralar uzunligini topishimiz uchun L deydigan bo'lsak, qanaqa formulamiz bor edi? 4 ko'paytirgan A minus B minus C deydigan bo'lsak, yana mana bu formulani bilmayman qayerdan kelib chiqqan deydigan bo'lsak, qaranglar. Demak, mana bu bitta uzun tomoni nechaga teng? 13 ga teng. Bunaqa 13 ga tengdan nechi bor? Mana bu yerimizdan nechaga teng? 13 ga teng. Mana bu yerimizdan nechaga teng? 13 ga teng. Bu joyimizdan 13 ga teng. Jami nechta ekan? 4 ekan. Demak, misol uchun mana shu A deb turibmiz. Endi Bdan bu tomonimiz nechaga teng? 20 cm. Bu yerimizdan 20, bu yerimizdan 20, bu yerimizdan 20 ga teng bo'lyaptimi? Demak, Bdan ham 4 ekanmi? C'dan-chi, bu tomonimizdan nechta? 2ta, bunaqasiga mana bu bilan 3ta va mana bu bilan 4ta. Ya'ni bizda formula aslida mana bo'lyapti. R teng 4A qo'shilgan 4B qo'shilgan 4C bo'lyapti. Va biz buni ixchamlab qaysi holatga keltira olyapmiz? Ixchamlab falslashtirib bu holatga keltiryapmiz. Xo'p, demak, formula biroz endi yechilishi qanaqa bo'ladi degan bo'lsak, yechilishni ishlaymiz. Xo'sh, demak, R teng 4 ko'paytirilgan 13 qo'shilgan necha? 20 qo'shilgan 50 cm bo'ladi. Shunda 4 ko'paytirilgan xavfning ichida chiqadi 83. Hisoblaydigan bo'lsak 332 cm degan javobga chiqyapti. Ba'zilar nima qildilar? Sizlar qanaqa xato bo'ldi? 13 ga qo'shdilar 2 ni 15 qildilar. 15 ga qo'shdilar 5 ni 20 qildilar. 20 ni shunday turga ko'paytirib 80 qo'ydilar. Va xato qildilar. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshimi?